quyosh paneli dekabr oyida o'rnatganmiz. 18-dekabr 2024-yilda ishga tushirilgan. Quyosh panelimizni bemalol kuchi yetadi. Bu yerda 40 kilovatlik quyosh paneli o'rnatilgan. Dalani sug'orayotganimda 22 kilovatlik motorim ishlaydi. 40 kilovat quyosh panel to'sh chiqaradi. 22 kilovatni motorga beradi, 18 kilovatni davlatga sotadi. Bir oyda 7200 kilovat bo'ladi. 7200 kilovatimiz shu 720 so'mdan to'liq pul tushiryapti. 5.184 ming so'mlik bir oy kamida daromad keltirdi. Bir oyda. Bu mart-aprel oylarini hisobi. Bu maydonga o'tgan yil 70 million so'm elektr energiyasi uchun mablag' sarflangan. Bu yil hozir qancha sarflanyapti? Bu yil umuman sarflangan yo'q, даже haqdormiz. Sababi quyosh panelimiz qishda ham yanvar-fevral oylarida sotdi. Mart oyida sug'orish bo'lmadi, mart oyida sotdi. Aprel oyida o'ziga o'zi yetdi. Hozir biz daromaddamiz. Qurilmani afzalligi endi dala chetiga o'rnatilyapti. Dala chetiga o'rnatilgandan keyin albatta bo'sh turgan maydonga qo'yilyapti-da, bo'sh turgan maydondan daromad olinadi. Xoh o'ziga ishlatsin, xoh davlatga sotsin, kelasida ham daromad keltiryapti. Dala chetidan samarali foydalanadi. Konturimiz bor, 24 gektar yer. 24 gektar yerga bitta stansiya qurilgan. Shu orqali boshqaramiz sug'orishni. Bir marta suv ochilganda 5 gektar yerda 7-8 soatda sug'orib bo'ladi. Kerakli bo'lgan vitaminlar, kerakli bo'lgan elementlarni suv orqali oqqizish juda yaxshi, samarasini yuqori. Shuning uchun bundan foydalanamiz. 3-4 yildan beri shu tomchilab sug'orish bilan nima qilamiz. Endi bir marta sug'orilgandan keyin bir marta tomchilash bilan sug'organ nima, keyin yana shuni qilaydi. Afzalligini bilganingiz uchun, yengillik uchun sug'orayotgansiz. Har yili shuni sug'orib kelyapmiz. Birinchidan buni suv hozir tejash texnologiya deyiladi. Ya'ni suvni birinchisi tejaladi suv, ikkinchisi o'simlikni suv orqali boshqariladi. Bunda chanqagan yerda har bitta konturda 20 ta gidrant bor. Ya'ni 20 ta 10 ta sektorga bo'lingan 20 ta tomon ichadi. Buni xohlagan yeringizni, chanqagan yeringiz yoki siz boshqarishni istagan joyingizga suvni ochib boshqara olasiz paxtani. Masalan, oldin bitta yerda sug'orish uchun yer ichiga suv olib kiriladi o'pariq bilan. Uni shu oxiriga olib borish uchun kerakli bo'lgan joyni bosib o'tadi. Suv oqib boradi. Oxirini chanqaganmiz oldi o'sib ketadi. Hozir bunda o'sha tomchilarda bir xilda suv bosh bilan oxiri ham bir xilda suv ichadi.